Assalomu alaykum. Qo'lini Qur'on, qalbini iymon, yuzini tabassum bezab turgan aziz dindoshlarim. Yana bir muborak kunlarning birida siz ila g'oyibona didorni nasib etgan Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmonlari Berdiyev Hasanjon hamda Husanjon ukalarimizni mehribon akajonisi Botirjon nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga Berdiyev Hasanjon hamda Husanjon ukalarimiz kerak edilar. Mana. Sizlarni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Ha, memnun. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizlarni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kunlaringiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizlarni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, sizlar haqingizda faqatgina yaxshi fikrlar bildirib, sizlarni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizlarni ayni bugun tavallud ayyom kunlaringizda kimlar tabriklashi mumkin? Singlimiz bor bitta. Kim ismlari? Dilnura. Aynan kim deb o'ylaysiz? Hozir qizim oldimda eshitib taxmin qilyapti. Oyim deydi. Oyisimi? Topa olmadingiz, keling o'zim yordam berib boraman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kunlaringizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, go'zal kelinoyingiz Qurbonoyxon va eng asosiy tabriklarni yo'llagan mehribon akajoningiz Botir aka tabriklamoqdalar. Xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Safardan Toshkentdan o'qib Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni sizlarga o'qib eshittirsam. Diqqat bilan eshiting. Omadini ovlar merganim, g'ururlanib ko'ksim kerganim. O'zimni Xudo berganim, ukalarning zo'ri sizlar ukam. El biladi toza zotimiz, eshitsalar tanir otimiz. Otamni ham biz qanotimiz, ukalarning zo'ri siz ukam. Duo qilib omadga to'ling, deysiz u baxtimga siz omon bo'ling. Baxtimga shod xurram yuring, ukalarning zo'ri siz ukam. Assalomu alaykum jon jigarim, qadrli qadrdonlarim, ukajonlarim. Sizlarni ushbu go'zal kuningizda barcha mehribonlarimiz, oilamiz jam bo'lgan holda samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga uzoq umr, mustahkam sog'lik tilayman. Yerdan tuproq olsangiz, oltin bo'lsin. Sizlarni yigit birlari qo'llab yursin. Meni sizdek ukalarim borligidan faxrlanaman. Ukajonlarim, birga o'tgan yoshligimizni juda ko'p eslayman. Urushar edik, talashar edik, o'sha damlarni juda ham sog'inaman. Allohim sizlarni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Barcha ezgu niyatlaringizga Allohim ortig'i bilan yetishtirsin. Farzandlaringiz baxtu kamolini, baxtlilar qatorida, rohatlarini rohatlanib ko'rib yuring. Allohim sizlarni saxiylar, saxovatpeshalar qatorida qilib siylasin. Sizlarga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Qayerda kim bilan bo'lmang, shuni aniq bilingki, sizlarni tog'dek tirgak bo'lib turgan akajoningiz men borman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Suyanchig'im tog'dek tirgaksiz. Har bir ishda ibrat o'rnaksiz. Menga juda keraksiz. Sizlarni yaxshi ko'raman ukam. Mingta do'stim o'rningiz bosolmas. Sizsiz yurak taskin topolmas. Siz bor menga g'amlar yetolmas. Sizlarni yaxshi ko'raman ukam. Jon desangiz gar jonim beraman. Chorlasangiz gar uchib boraman. Jon jigariz akangiz bo'laman. Sizlarni yaxshi ko'raman ukalarim deb akajoningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Akajoningizga va yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat. Tabriklar uchun, tilaklar uchun, yaxshi niyatlar, tabriklar o'zlariga ham hamroh bo'lsin. Xursand bo'ldim anchani. Men kutmagandim. Hozir qizlarim men qildi, opam deydi, ayam deydi. Rahmat, ancha xursand bo'ldim.
Ularning bolalarning baxtiga sog' omon bo'lsin, hammaning baxtiga. Og'aynining baxtiga. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Tabriklarimizni ukajoningiz Husanjonga ham yetkazib qo'yasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa, xo'p. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Sog' salomat bo'ling. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.